Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Tadbirkorlar uchrashuvini navbatdagisini boshladik. Ish tajribasi bo'yicha kimda murojaat, kimda savol bo'lsa, kimda kirituvchi murojaat bo'lsa, bemalol savol bersangiz. Assalomu alaykum. Men namuna maqolasidan Toyir Bakmalov. Shu maqoladan bu terishlaringizni bir so'rab qo'yaman. Nima qildingiz? Endi hali tanishib chiqami yo'q, yana qaysi yo'nalishlarda o'shani bilib. O'zi biz mana Sanjar degan xodimimiz bor. Shunga uchrashasiz. Bu hamma paketlarni aytadi. Sizga tavsiya qiladi. To'g'ri kelsa bemalol yordam bera olasiz. Yana kimda savollar bor? Savollar bo'lsa bemalol beraveringlar. Savollaring bo'lmasa, tadbirkorlar uchrashuvini yo'q qiladi.